shu sohani o'zi sevasizmi desa, men yaxshi ko'rardim lekin dedi. Lekin dedi, ertalab soat 5 da oldinda turish, o'nlab kilometrlar yugurish menga yoqmaydi menga ham. Ertalab uyqudan turish, og'ir yuklarni ko'tarish, har kuni anjumana qilish, mashq qilish. Yoqimsiz, lekin men qilishim kerak. Men o'sha majburman, agar bir kun ikun Ronaldo ham xuddi shunaqa ertalab turib yugurib, qarang, xohish istagi bor, lekin o'ziga yarasha mas'uliyati, qiyinchiligi bormikan? Shunchalik aldanib qolmang. Bu sohada ham qiynalib qoldim. Qiyinchilik bo'lmaydi-yu, domla. Demak, bu soha meni soham emas ekan degan narsalar bo'lmasin. Chunki bu soha ertaga biznesmen bo'lasizmi, kimdir biznesida ishlaysizmi, har qanday soha joyda ishlasangiz ham marketing bilimi kerak. Ya'ni sotish ko'nikmasi ham sizda ham nima bo'lish kerak? Bo'lish kerak. Va SN sohasida mutaxassislariga ham sotuv ko'nikmasi ham tushuntirib o'rgatiladi. Ya'ni o'zini xizmatini sotish bo'yicha. Iskandarga yozyaptimi hozir? Bo'ldi. Yozganimizda rosa ko'p yozgan shekilli ustozlarimiz. Hop. Fizikani kim yaxshi o'qigan maktabda? O'qiyapti. Ha? Fizika yaxshi o'qimaganmiz. Xo'p, savol misol uchun. Assalomu alaykum keling. Ha, bo'ldi, boshlaydi xolos. Rahmat. Xo'p. Har bitta sohani tanlar ekansiz. Siz santexnik bo'lasizmi, darvoza usta bo'lasizmi, elektrik bo'lasizmi, motorist bo'lasizmi? Boshida katta daromad bo'lmaydimi? Katta daromad bo'lmaydi. Oddiy misol, bir qarindosh qo'shnimiz bor edi. Santexnik bu hozir yaxshi daromad chiqishni boshladi. Va mahallada misol uy oldi, mashina oldi, uylar ota-onasi hojiga yubordi va natijani nima qilib berdi mahalla-ko'y, ko'rsatib berdi. Va oradan bir oy ikki o'tmas, mahallada hamma santexnik bo'lib ketdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni natijani ko'rsatib bera oldi-da, katta-katta obyektlarda qurilish katta kompaniyalar bilan ishladi, obyektni nima qildi? O'zi 2-3 ta domni santexnika olganda katta pul bo'lar ekan-da endi. Sirasi mashina uy o'zini eplab oldi, shogirdlari bor. Va mahalla polni ota-ona aytayapti, santexnik bo'lsang bo'lar ekan. Hatto oliy ma'lumot insonlar ham nima qilyapti? Santexnik bo'lib ketdi. Vaholanki u 2008-sinf, 9-sinfda yurgan payti men repetitorga borib yurardim, o'qishim kerak, abituriyent bo'lib. U ustaga boradi, shu shogird bo'lib. O'sha orqasida backgroundda kamida 5-6 yillik mehnati, bazasi, peshkom yurganlari, velosipedda, qanoti velosipedda qatnardik. O'qishga, men o'qishga qatnardim, ustaga ketardi. Usta katta ehtimol bilan 1-2 yilcha katta pul bermaganda bolaga. Tushunyapsiz, shogird bo'lib yurgan. Va u ham qiyinchilik o'tganda mana hozir gullaydigan nuqtasi keldi. Uzoq 3-5 yilda natija ko'rsatdi mana. Tushunyapsizmi? Xuddi shunaqa qaysi sohani tanlar ekansiz, albatta boshida qiyinchilik, yoqimsiz tuyuladi. Chunki odamga rivojlanish, o'sish har doim yoqimsiz bo'lgan. Sizga yoqadigan, nafsingizga yoqadigan ishlar borki, bu xavotir olmang, u sizni o'stirmay, rivojlantirmaydi u. Xo'p, qarang, fizikada qanaqa prujina bor, a? Ikkita prujina bor va bitta prujinani ustiga 5 kilogramm yuk bilan bosim berilyapti. Bitta prujinaga 15 kilogramm yuk bilan bosim berilyapti va bir paytda o'zida ikkala yuklarni olib tashlansa, qaysi biri uzoqroqqa sakraydi, nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun? Chunki bosim bosayotgandan zarba ham kuchli ketadi. Hop. Yengilda 5 kilolikda bo'lsa hech qancha mas'uliyat bo'lmaydi. Aha. Bu prujina haqida emas, bu siz haqingizga gapirilyapti. Tushunyapsizmi? Agar siz qaysi sohani, qaysi kasb tanlar ekansiz, boshqa raqobatchilaringizga, tengdoshlaringizga nisbatan ko'proq yuklama olib, ko'proq o'qiydigan bo'lsangiz, ko'proq manfaatli, samarali ishlaydigan bo'lsangiz, bu siz sinlingiz degani emas. U payti keladi. Ha, o'sayotganingizni oladi u. Bir paytda shuni ikkalasi olingan paytda o'z bilasiz. Uchishni. Tushunyapsizmi? Hech o'z e'tibor bering, o'z sinfdoshlaringizda ham. Orada siz
2 soat dars qilsangiz, 4 soat dars qilyapti. Bir xil muhit, bir xil havo, bir xil atmosfera, bir xil o'qituvchi, bir xil sharoit. To'g'rimi? Shu imkoniyatda, lekin u ko'proq natija olyapti. Siz kamroq natija olyapsiz. Nimaga? Kamroq yaxshi. O, yashang, kamroq bosim olyapsiz. Biling, bosim qanaqadir misol uchun mas'uliyat bu sizni o'stirar ekan. Tushunarlar? Har doim aytadi bir ustozimiz, agar o'zingni hayotingni mas'uliyatini, kunlik rejangni o'zing tuzmasang, mas'uliyatini olmasang, boshqa insonlar sizga nima qilib beradi? Yo'l xaritasi tuzib beradi, kunlik planingizni ham ular tuzib beradi va ular qo'lida yashashga, ishlashga bir nima bo'lasiz? Majbur bo'lishingiz mumkin. Harakat qilsangiz, sizni ustidan u rahbar qiladi. Yashang. Agar o'zingiz boshqarmasangiz, qo'polroq aytganda boshqalar sizni nima qiladi bir-bir? Boshqaradi. Lekin bitta narsa, boshqalarni qo'lida boshqarish osonda, mas'uliyat kam bo'ladi. Asosiy masala unda bo'ladi. O'zingiz o'z boshqarish bu nima desam bo'ladi? Bosim, o'ziga yarasha stress. Erkinlikni to'luvi shunaqa ekan, stress, bosim, mas'uliyat ekan. Tushunyapsizmi? Shuni hisobingizda erkin yashay olasiz. Qaysi bir yaxshi? Kimdir misol uchun sizni bir umr boshqarib, o'zingiz planingiz yo'q bo'lsa, qachon turishingiz, qachon yurishingiz, qachon ovqatlanishingizni planni yozib tuzib bergani yaxshimi yoki o'zingizga o'zingiz plan qo'yib, reja bo'yicha mayli qiynaling misol uchun. Zot erkin hayotda yashaydigan inson bo'lishingiz mumkin. Qaysi bir yo'l tanlagan bo'lardingiz? Odam o'zini boshqarishi kerak. O'ziga reja tuzib, Hop. maqsad qo'yib, harakat qilishi. Agar o'zini o'zi yo'lga qo'yib, kunlik planini, reja tuzib, o'sha bo'yicha harakat qilmaydigan bo'lsa, kelajakda nima qiladi u insonga? Boshqa insonlar reja tuzib beradi. Haligi bir bitta video ko'rganmisizlar? Bitta katta restoranda egasi kelib, mashinada Bugatti bo'lmaymi, Ferrari'mi olsa, ofitsiant yugurib kelib, "Xo'jayin, tabriklayman, Ferrari olibsiz. Yangi mashina olibsiz. Qulluq bo'lsin, bizga ham nasib qilsin" desa, haligi xo'jayin ham, rahmat senga ham bo'lsin. Xudo xolasa, bu yil ham kelasi yil ham yaxshi harakat qilsang, zo'r harakat qilsang, kelasi yil Xudo xolasa Bugatti olaman" dedi. Tushunyapsizmi? Hali Ramazondan gapi bor. Oldin dadamga aytardim deydi. Biz ham bunaqa qilamiz, qachon bo'ladi degan. Michael Jackson uyida. Ana dadasi o'tdi, siqildi, o'tib ketdi. Natijaga erishdi. Ana kerak bo'lsa, ularga 10 barobar zo'r uylarda mashinadan minyapman deydi. Lekin dadam yo'q deydi. Shunaqa gaplar bor. Motivatsiya. Shunaqa yashang, baraka toping. Endi bu yerda aytmoqchi bo'lganim sizlarga motivatsiya balo-battar emas. Prosta ko'zingizni ochinglar. Hozirdan harakat qilishni bugundan boshlashdan kerak. Ko'pchilikda dangasalik, hali vaqtim bor-ku, hali yoshman-ku degan narsa. Ishoning, bir deganda o'tib ketar ekan. Mana hozir 26 ga kirgan bo'lsak, qanday o'tdi vaqt deb so'rasangiz mendan. Shu juda ham tez o'tib ketdi. Bu yerda hozir ko'pchilik misol uchun 18, 17, 20 yoshlilar bor. Bir otaxon, katta yosh katta bobo bo'lagidan o'tirib 70 ga, 50 ga kirgan insonlar bilan bir yarim soat suhbatlashib ko'ring. Qanaqa vaqt o'tdi? Nimalarga ulgurdingiz? Nimalar qila olmadingiz? Nimalar qildingiz? Hayot qanaqa ekan deb so'rasangiz, shunaqa gapirib beradi, sizlarga yaxshi motivatsiya bo'ladi shu ham. Ko'zlarini ochib qo'yadigan real misol uchun keys shu ishlar qila olmadim, o'tib ketdi. Juda bo'lmasa qabristonga boringlar bir oyda bir marta bo'lsa ham. Qancha siz bilan men teng insonlar bor. Qancha qilinmagan ideyalar, qilinmagan ishlar, rejalar, maqsadlar yozibdi. Tushunarli? Shuning uchun o'zingizni bugundan boshqaring, kunlik planingiz reja bo'yicha. Agar reja bo'yicha yozmasangiz nima qilar ekan? Birov rejasi tuzib berar ekan. To'g'ri, reja bo'yicha ishlash odamga yoqmaydi. Chunki tartib, intizom bilan ko'nikmaganmiz-da, ishlab ko'rmaganmiz. To'g'rimi? Ishoning, 21 kun degan qonun qoida bor ekan. 21 kun davomida kuniga 8 da o'qib turadigan bo'lsa, 7 da 5 daqiqa vaqtroq turadigan bo'lsangiz, odam o'rganar ekan o'sha narsaga. Va kerak bo'lsa shunaqa paytda keladi, budunlikdan oldin vaqtroq turasiz, budunlik nima qilasiz? O'chirib, keyin ishingizni qilasiz. 21 kunga chidab berilsangiz, kunlik tartibingizga to'g'ri 100% kunlik plan bo'yicha ishlashingiz shart emas. Ishlolmaysiz 100%. Ishlaringiz misol plan bo'yicha 70% ni qilsangiz, 60% qilsangiz ham planingiz yo'q bo'lgan kunga nisbatan ancha samarali, manfaatli kuningiz o'tgan bo'ladi. Ko'proq ish qila olasiz. Yashang. Ishlarni ham ikkiga saralab oling. Kunlik plan yozgan paytingizda har kuni kechqurun 5 yoki 10 daqiqa nima qilish kerak? Kitob va
kuningizni ertangi kuningizni nima qilish kerak? Planlashtirib olish kerak yotishdan oldin 5-10 daqiqa sarflab, chunki kech payt hamma уже uxlagan yoki ish kun tugagan bo'ladi. Miya sal bo'lsa ham yaxshi ishlashni boshlaydi. Hamda tinch bo'ladi. Tinch bo'ladi, bir bez taqamaydi, fikrlash ham yaxshi bo'ladi. Kuningizni planlashtirib olib, ana undan keyin erta tongda xohlasangiz kechqurun eng muhimlarini keyinroq qilsa bo'ladiganlarini saralab oling. Chunki bizda vaqt 24 soat chegaralangan, uni har bitta daqiqasidan so'ng maksimal foydalanishga harakat qilamiz, lekin ulgurmaymiz. Nima sababdan ulgurmaysiz? Keraksiz insonlarga, keraksiz ishlarga sarflab qo'yishingiz mumkin ekan ishlar. Bitta siz nima qilasiz? Ikkiga bo'lib oldingiz. Keraklilari va qilish shart shart bo'lmaganlar, ikkinchi darajali ishlar. Bu birinchi darajali ishlar bo'lmay ekan. Ikkinchi darajali ishlarga bo'lib olsangiz, bu bo'yicha ham maxsus chek-listlar bor, tashlab beramiz. O'sha bo'yicha turga bo'lib qo'yilgan. Bu osonroq yo'li. Eng muhim ishlaringiz ertalab turib yugurishingiz, namoz o'qishingiz, kitob o'qishingiz, muhimlari. Misol uchun nimadir o'rganmoqchisiz, shaxmat yoki shashka yoki qanaqadir gitara chalishni o'rganmoqchisiz yoki ovqat qilishni o'rganmoqchisiz. Lekin bu yerda qaysidir tadbirkor bilan misol uchun soat 11:00 ga naq qo'ygan, uchrashuv belgilab qo'ygansiz. Soat 10:00 da o'rganish shart emas-da uni hozir. Keyinroq o'rgansangiz ham bo'ladi. Chunki bu yerda eng muhim narsa nima? Hozirgi paytda uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish, qanaqa savollarga javob berishim kerak va hokazo. Muhimlik darajasida o'zingiz savol berib ko'rishingiz kerak. Va shunda kuningiz ancha samarali bo'ladi.